Navoiyda ikkita transport vositasi o'rtasida sodir bo'lgan dahshatli avtohalokatda Tiko haydovchisi vafot etdi. Mazkur holat Nurota tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi D191 davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lida ro'y bergan. Aniqlik kiritilishicha, Tiko rusumli avtomobil haydovchisi ikkinchi darajali yo'ldan harakatlanib kelib, asosiy yo'lga yo'l bermasdan chiqqanligi sababli yuk mashinasiga borib uriladi. Natijada Tiko haydovchisi og'ir darajadagi tan jarohati oladi va ming afsuski, ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan u tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limida vafot etgan. Ushbu holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi va fuqarolar shikoyati o'rganib chiqildi. Qishlog'imizdagi 22-umumiy o'rta ta'limida 700 dan ziyod o'quvchilar o'qiydi. Yonida bog'cha bor. Mana shu yo'l o'rtasida svetofor qo'yish masalasini aytdim. Xodimlar mana shu svetoforni tez kunlar ichida qo'yib beramiz deb va'da berishdi. Biz shu o'rinda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz va barcha yo'l harakati ishtirokchilaridan yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.